past hovliga o'tdim. Endi hozir endi men to'g'risini past hovli deb gapiraman deb o'tdi. Past hovlini ham yaxshilab gelab chiqdim. Hozir bu uvib turadi. Uvib turgandan keyin cho'tkada yaxshilab ishqalab chiqishim kerak. Qaranglar qizlar, mana bu changi. Menimcha videoda ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Menimcha hammanglarda shunaqa tez chang bo'lyapti hovlilar. Ani bir xildachi uspet qila olmayman-da. Meni eng yomon ko'rgan narsam hovli chang bo'lib, musur bo'lib yotishi. Shuning uchun ham tez hovlilarimni tozalab turaman. Hozir bu yerda yaxshilab yuvganimdan keyin polni kafellarni, oynalarni artib, oynalarga mehr berib chiqaman. Hali turmushga chiqmagan qizlarimiz sizlarga ham chiroyli maslahat, har doim hovlilarni top-toza saqlaylar. Tozalashga nari beri agar katta hovli bo'lsa 1 soat vaqt ketadi. O'zimcha aqlli qilaman, lekin men o'zimning hovlim ahvolini qaranglar. 2 kunlik natija, 2 kunda shunaqa bo'lib ketgan.